yaxshi ishlayotgan xodimni ishini ustiga pul beriladi. Bu O'zbekistondagi restoratorlarning bitta gemoroy kasalligi bor. Bu kasallik butun respublika bo'ylab tarqagan. Birorta bir xodimi, menejerimi, farqi yo'q, oshpazimi, ofitsiantimi, uni buyurgan ishini zo'r bajarsa, zo'r natijalar, yaxshi rezultatlar, yaxshi достижениyalarga erishsa, uni ishga ko'mib tashlashadi. Pulga emas. U keyin shu zo'r qilib turgan ishini ham fokusi bo'linadi. Ikkita odamni qilish kerak bo'lgan ishni bitta o'zi qiladi, yo 3 ta odamni qilish kerak bo'lgan ishni bitta o'zi qiladi. Hamma yoqni xalta qiladi. Keyin oxirida boshida kelganda yaxshi edi, keyin aynib ketdi degan gap qiladi. Yaxshi ishlayotgan xodimni ishini ustiga ish berilmaydi. Yaxshi ishlayotgan xodimni ishini ustiga pul beriladi. U o'shanda yana ham yaxshi ishlaydi. U bechara kutib yashayveradi. Uni oyligi bugun ham 10 so'm, ertaga ham 10 so'm. Qachon 20 so'm bo'lar ekan? Bu ish kundan kunga ko'payyapti, kamaymayapti. Bu bechara 20 so'mni kutib oxiri ishdan bo'shab ketadi. Keyin haligi gemoroy kasali bor boshida kelganda yaxshi edi, keyin aynib ketdi. Bu hamma restoranda uchraydigan narsa. Men hamma joyda shu narsani guvohi bo'laman. Pul beringlar, pul mard bo'lsanglar, ishlayotgan odamga otib tashlaylar, uyalib qolsin.